Assalomu alaykum hammaga. Mana bugun sizlar bilan birgalikda 2024-yil matematika variantlar to'plamining 6-variantini tahlil qilamiz. Demak, birinchi savol. Hisoblang 0 faktorial taqsim 2022 bizda 0 faktorial 1 ga teng. Demak, bizda 1 taqsim 2022. Bu ham siz javobga to'g'ri keladi. Ikkinchi savol. Vektorlar orasidagi burchak qo'shinisini toping. Kosinus alfa teng vektorlarning vektor ko'paytmasi modullar ko'paytmasi nisbatiga teng. Bu ham hisoblasak 0,6. Bu ham D javobga to'g'ri kelar ekan. Keyingi hisoblang deyapti. S0 dan 2022. Bu yerda 2022 faktorial taqsim 0 faktorial ko'paygan 2022 faktorial. Bu ham 2022 taqsim 2022 faktorial 1 ga teng. To'rtinchisi koni qanday qiymatlarda ko'paytma x minus 2 ga bo'lganda qoldik 6 ga teng bo'ladi. Ko'paytma x minus 2 ga bo'lamiz va bizda x minus 2 ga bo'lganda demak qoldik 2 ga teng bo'lishi kerak bu yerda. U holda mana shu qoldiqni 6 ga tenglaymiz. 6 ga teng bo'lishi uchun u holda k bizda 4 chiqadi. Bu ham javobga to'g'ri keladi. Keyingi 5-savol bo'lsa x kvadrat y qiymatini toping. Bu yerda proporsiya qilib yuborsak 2x plus y teng 11. Bu yerda birinchisini proporsiya ko'paytirib yuborsak 4y minus 4 teng 3x minus 4. Bu ham minus 4 lar qisqarib ketdi. 4y teng 3x, y teng 3 taqsim 4x ga teng bo'lar ekan. Ikkinchisini ham proporsiya ko'paytirib yuborsak 5x plus 2y teng 3x plus 11 ga teng. Bu yerda 2x plus y teng 11. 2x plus y bizlarda 3 taqsim 4x ga teng edi. O'rniga qo'ysak x'imiz bizlarda 4, u holda y'imiz 3 chiqar ekan. Ularning kvadratlari yig'indisi 16 plus 9 teng 25 ga teng bo'ladi. 6-savol. Vektorga qarama-qarshi bo'lgan vektorni toping. Bizlarda A vektor shunday bo'lsa, unga qarama-qarshi vektor mana shu formula orqali topiladi. U holda A vektor birinchi vektorni uzunligiga bo'lamiz 0, 0, 37 ga bo'lsak 0 va minus 35 ni minus 37 ga bo'lsak minus 35 taqsim 37, 12 ni 37 ga bo'ldik va bizlarda ham shu javobga to'g'ri keldi. Keyingi savol e kubini toping deyapti. Bular o'zaro sonlar, ketma-ket kelgan sonlar o'zaro tub. Demak, bularning e kubi 1 ga teng. Qaysi javob to'g'ri tasdiq yozilgan? Natural sonlarga qarama-qarshi sonlar har doim musbat. Natural sonlarga qarama-qarshi sonlar bilan manfiy sonlar. Musbat emas. Demak, A javob xato. Bu javob o'tmas burchak o'tkir burchagidan chiqqan variantdagi 3 burchak tashqarisida yotadi. Bu to'g'ri. Aylana yuzi pi kvadrat, aylananing yuzi yo'q. Aylana faqat uzunligi bor, doirada yuz bor. Siz javob ham noto'g'ri. Kubning simmetriya tekisligi 7 ta, bu ham noto'g'ri. Demak, 9-savol 5 xonali sonni 55 ga bo'lganda natural sonlar hosil bo'ladi. X ning barcha qiymatlarini toping deyapti. Natural son hosil bo'ladigan. Demak, bu son 55 ga bo'linishi uchun 5 ga ham 11 ga ham bo'linishi kerak. 5 ga bo'linishi uchun bu y yoki 0 yoki 5 bilan tugashi kerak. U holda mana ikki variantdan bittasi ham bo'lishi mumkin. U holda 11 ga bo'linish qoidasi juft o'rindagi raqamlar yig'indisi bilan tok o'rindagi raqamlar yig'indisi ayirmasi 11 ga bo'linishi kerak yoki 0 bo'lishi kerak. U holda tok o'rindagi raqamlar yig'indisi 5, x 5 va 0. Ular yig'indisi x plus 5, juft o'rindagi raqamlar yig'indisi 8 plus 3 ga teng bo'lsa, u holda bizda x teng 6.
Keyingisida x plus 5 tok o'rnaklar plus 5 teng y plus 3. U holda bizda x teng 1. Demak bizlarda x teng 1 va x teng 6 qiymatlari natural hosil bo'lar ekan. Ularning yig'indisi 7 ga teng. Soddalashtiring deyapti. Minus 1 teskarisini to'g'ri qilib yozdik va bular ikkalasi ham bir xil ikkalasi ham mahrajga tushadi va mahraj bir xilligi uchun bitta mahrajda yozdik. Buni ham xuddi shunday qildik. U holda bular ikkitasidan 2 chiqarsak ilzosta a plus ilzosta b, mahrajdan ilzosta a ilzosta b qisqarib ketdi. Bizlarda 2 o'zib qoldi. Pastda esa 2 ilzosta ilzosta b taqsim 1 taqsim ilzosta bu yerdan ham 2 ilzosta a plus b ilzosta a plus ilzosta bni chiqarib yuborsak 1 taqsim ilzosta a plus 1 taqsim ilzosta b, bu yerdan ham 2 qisqarib ketadi. Buni bitta kasrdan mahraj berib yozsak ilzosta a plus ilzosta b taqsim ilzosta a b ilzosta a plus ilzosta blar qisqarib ketdi va bizlarda bu balandga ko'paytirish bo'lib chiqib ilzosta a b hosil bo'ldi. Demak 11-savol tenglarning ildizlarini yig'indisini toping. Bu savolni o'tgan variantlarda ham ko'rgan edik. Kvadratga ko'tardik va x minus 4 qilib bu yerda 16 dan ham 4 ni ayirib yubordik. ilzosta x minus 4 ni t deb yozsak t kvadratga teng, t kvadrat minus 4 minus 12 teng 0. Bu yerdan t teng 4, t teng 3 minus 3 ni olamiz chunki ilzostadan minus chiqmaydi. 4 ni olsak bu holda bizlarda x teng 20. Bitta ildizi bor, u ham 20 teng. Bu javobga to'g'ri keladi. Keyingi savolda tenglik x ni istalgan qiymatga bersa s va d ni toping. U holda bu yerdan minusni chiqardik va bizlarda bu x minus 1 ni qovus kvadrat minus 1 minus x minus 1 ni kvadrat minus 1 bu manfiy sondan bir narsaga emas bu. Demak bu 0 dan kichik ekan. U holda s minus d ga tengligidan s minus d ham 0 dan kichkina ekan. U holda s dan d ni ayirsak 0 dan kichkina bo'lsa s d dan kichkinaligi kelib chiqadi. Bu ham bu javobga to'g'ri keladi. Keyingi savol bo'lsa qiymatini toping deydi. Bu yerda suratdan ham mahrajdan x ning kubini chiqarib yubordik va natijada mana shu ifoda hosil bo'ldi. Pastda x plus x1 taqsim 3 1 taqsim x 1 ni bersa taqsim 2 bo'ladi. X plus 1 taqsim x ni kubga ko'tarib yuborsak bizlarda birni kubi ham 1. Demak ochsak buni o'zi plus 3 x plus 1 taqsim x, buni o'zi 1 ga teng. Demak x plus 1 taqsim x ning kubi bizlarda minus 2 ga teng ekan. U holda bu minus 2 ga teng, plus 1 bu 1 ga teng. Bizlarda minus 1 taqsim 2 chiqdi. Bu ham minus 0,5 ga teng. 14-savol bo'lsa ifodani quyidagi qaysi biriga teng bo'la oladi deydi. Bu yerdan oldin bu savol ham o'tgan variantlarda bor edi. Demak buni biz kvadratga ko'tardik va bu yerdan kvadratga ko'tarib bir xil mahraj bersak x ni 4-sini topib olamiz ekan. X 4-si 7x kvadrat minus 1 ga teng bo'ldi. O'rniga olib borib qo'ydik va plus mana bu ikkisidan x kvadratni chiqarsak x plus 1 taqsim x minus 1 teng 7x kvadrat minus 2 plus bu 3 ga tengligidan 3x kvadrat va bizlarda 10x kvadrat minus 2 hosil bo'ldi. Bizlarda bu yerda 10x kvadrat 10 ni qo'shib 10 ni ayirib yubordik o'zimizdan, yana minus 2. Demak mana bu ikkisidan x ni chiqarib yuborsak 10x ni chiqarsak x plus 1 taqsim x minus 12 x plus 1 taqsim x 3ligidan 30x minus 12 ga teng ekan. Bu ham siz javobga to'g'ri keladi. Keyingi savol y teng kx funksiya grafigi bir nuqtada o'tadi, kni toping deyapti. Bu yerda juda oson. Bu k bilan bu k bir xil. Demak x1 x1 y1 da k minus 3 ga teng ekan. 16-savol hisoblang deyapti. Bu yerda 6 ta ekan. 6 ga ko'paytirib yozdik. Bu yerda 3 taga 3 ga ko'paytirib yozdik.
6 ni 2 ko'paytirib 3 desak 2 ni 24 ko'paygan 3 deb yoza olamiz. Bu yerda ham 3 ko'paygan 16 2 ning 4-si 3 bilan 3 qisqardi. 2 ning 4-sining 6-si 2 ning 24-siga teng. 2 ning 24-si ham qisqarib bizlarda javob 1 chiqdi. Demak, 17-savol fx funksiya berilgan bo'lsa, tengsizlikning koordinatalarning eng katta butun qiymatini toping dedi. Biz oldin funksiyadan hosil oldik va bu yerda logaritm 3/4 birdan katta, bu holda 3/4x birdan katta. Bu yerda x ning eng kichik qiymati -1 bo'ladi, ya'ni 4/3 bo'la oladi. X 0 da 1 da to'g'ri kelmaydi, chunki 1 dan kichik bo'lib ketadi. 1 dan kichik yoki teng bo'lib ketadi. Bu yerda 1 ga teng deydi. Demak, bizlarda minimum qiymati -1 ga teng, ya'ni 4/3 bo'ladi. -2 ham bo'lishi mumkin, lekin minimum qiymat -1. 18 bo'lsa p0 ni toping deyapti. Agar bizlarda x kvadrat plus x plus 1 0 bo'lsa, 0 ni har qanday songa ko'paytirsak ham 0. Bizda buni x minus 1 ga ko'paytirdik va bu yana 0 ni beradi. Bu x kub minus 1 ning yoyilmasiga to'g'ri keldi. Bu ham 0 ga teng. U holda x kub teng 1. X ning 5-sini x kvadrat ko'paygan x ning kubi deb yozsak, biz x kubi x ning kubi 1ligidan 1 ko'paygan x ning kvadrati. Demak, bu yerdan x ning 5-si x kvadratga teng bo'ldi. U holda x 5-si plus x plus 1 x kvadrat plus x plus 1 ga teng, chunki x ning 5-si x kvadratga teng bo'ldi bizda. Demak, u holda bu ham 0 ga teng. Demak, bu bir javobga to'g'ri kelar ekan. 28 ta olmadan bittasini ko'pi bilan necha xil usulda olish mumkin? 28 xil usul bilan nima degani, u yerda faqat bittasini olish kerak. Demak, 28 ta usul bilan olish mumkin. Tengsizlik sistema necha yechimga ega? Birinchi sistemani ishladik. -14 14 araliq, ikkinchisi -8dan -9 gacha, 4 dan -8gacha. Ikkalasini birlashtirsak, bizlarda -14 dan -9 gacha va 4 ni o'zi kirar ekan. Bu yerda demak ular -14, -13, -12, -11, -10, -9 va 4 ni o'zi ham kirsa, bizlarda 7 ta ekan. Bu ham A javobga to'g'ri keladi. 21-x ni toping deyapti. Bu yerda bu yer 59 santimetrdan bo'lsa, bular teng yonli uchburchakni burchaklari ham teng bo'ladi. Bu yer 61 gradus bo'lsa, bu yer ham 61. U holda x teng x plus 61 plus 64 teng 180 gradus. Uchburchakning ichki burchaklari yig'indisi 180 gradusligidan x 58 gradusga teng. Bu ham bir javobga to'g'ri keladi. Demak, 22-savol kosinus kvadrati x minus sinus kvadrati x katta yoki teng, tangensi x ko'paygan kotangensi x. Kosinus kvadrati x minus sinus kvadrati x kosinus 2x ni beradi. Tangensi x ko'paygan kotangensi x 1 ga teng. Bu holda kosinus 2x katta yoki teng 1. Kosinus 2x faqat 1 ga teng bo'ladi. U holda 2x teng 2pn, x teng pn. Bu ham bu javobga to'g'ri keladi. Keyingi savol, teng natural sondagi izohlar yig'indisini toping deyapti. Bu yerda oldin x ni y bilan ifodalab oldik. Bu yerda x ham y ham natural son bo'lish uchun y minus 11 ga 11 y minus 2 ga bo'linishi kerak. Bu yerda y teng 3 bo'lishi mumkin. Y teng 13 bo'lsa, y minus 2 teng 1 bo'lib, 11 va x teng 16 ga teng bo'ladi. Y minus 13 da y minus 13 taqsim 2 teng 11, 11 taqsim 11 teng 1, x teng 6 ga teng bo'ladi. U holda bular yig'indisi 38 ga teng bo'ladi. Keyingi savol, mahsulot narxi birinchi marta 15%, ikkinchi marta yangi bahosi yana 40% ga oshirildi. Mahsulotning oxirgi bahosi dastlabkiga qaraganda necha foiz ortgan? Demak, birinchi safar 15% ga ortdi, ikkinchi safar 15% ga ortgan, 40% ga ortdi. Demak, jami 61% ga ortdi. 25-savol, teng yonli uchburchakning asosi 20 ildizli uchga asosga tushirgan balandlik asosi va yon tomonlar o'rtalarni tutashtiruvchi kesmalar uzunliklariga teng. Ya'ni bu balandlik bu bilan bu yerga teng. Bu holda bu yer 10 ildizli 3 dan bular x dan. Bu yerdan
mana to'g'ri burchak, uch burchakdan mana bu to'g'ri burchak, uch burchakdan h kvadratdan h taqsim 2 kvadratini ayirsak, 5 izosi 3 ni kvadratiga teng. Bu yerdan h ni topsak 10. U holda katta uch burchakning o'zi 1 taqsim 2 ah. Bu yerdan 100 ildizosi 3 ga teng bo'lar ekan. Bu ham ajabga to'g'ri keladi. Noto'g'risini toping deyapti. Bu yerda 16 ni 2 ni 4-chisi deb yozsak, 4m plus 7 to'g'ri. 343 7 ni kubi, 3m 3 plus 3m, bu ham 3m, bu ham 3m plus 3. Bu ham to'g'ri keladi. 0 faktorial 1 deyapti, lekin 0 faktorial 0 faktorial 0 deyapti. 0 faktorial 0 faktorial 0 ga teng deyapti. Bu noto'g'ri. 0 faktorial 1 ga teng. 1 ning 0-inchisi 1 ning 1-inchisiga teng deyapti. 1 ning 0-inchisi ham 1, 1 ning 1-inchisi ham 1. Demak, 1 ning 0-inchisi 1 ning 1-inchisiga teng. Bu holda bizda C javob noto'g'ri. 27-chi hisoblang dedi. Buni bu yerga olib yozdim. Bu holda bu yerdan har bir ayirmasidan 4 ta chiqadi. Bu yerda 32 ta ayirma bor. Demak, 4 ko'payga 32 teng, 2 ko'payga 64 ga teng. Bu ham 8 ildizosga teng. Keyingi savol 28-savol. X teng 8 faktorial bo'lsa, bu savol ham o'tgan variantlarda bor edi. Bu holda 9 faktorial plus 10 faktorial 11 faktorialni x orqali ifodalang deyapti. 9 faktorial 9 ko'paygan 8 faktorialga teng. Bu holda 9x ga teng. 10 faktorial 10 ko'paygan 9 ko'paygan 8 faktorial, u ham 90x ga teng. 11 faktorial 11 ko'paygan 10 ko'paygan 9 8 faktorial, bu ham 990x ga teng. U holda bularning yig'indisi 1089x ga teng ekan. Bu ham siz javobga to'g'ri keladi. 27-savol. Integralni hisoblang. Biz integralni ko'paytiruvchilarga ajratdik va 2 ga bo'ldik. Bu yerda 6 taqsim 4x kvadrat minus 9 bo'lgan sabab 1 taqsim 6 ga ko'paytirib yubordik. Bu yerda alohida hisobladik va bizlarda 1 taqsim 12 n 7 taqsim 3 chiqdi. Demak, 30-savol. Quyidagi kanal bo'yida ikkita shahar orasidagi masofa 90 km ekan. Bu A'dan B'gacha 90 km ekan. Bu son oqim bo'yicha 3 soat 45 minutda. U holda qayiq tezligi oqim tezligiga ham qo'shiladi. Bu oqim qarshisida qayiq tezligi oqim tezligi olinsa, u holda bizda olinadi. Unda bu yerdan soddalashtirsak, bu qayiq teng 7 bu oqim tezligiga teng ekan. Bu holda bizda bu qayiq minus bu oqim 5 soatda 90 km bossa, bizda bu oqim 3 ga, bu qayiq 21 km/soatga teng bo'ladi. Bu ham javobga teng. Demak, videoni shu yerga ko'rib bir nima o'rgangan bo'lsangiz, biz maqsadimizga yetdik. Keyingi videolarda ko'rishguncha salomat bo'ling.